Abduzakka qanavani? Yaşma. Yaxshi. Ey, seni baraylaydigan biz. Yalnız kayanamızsan. Dedi şuna öy basak öz yalnız kuru qarak içi oturdu. Ezen arak bir ekran kuru qarak içi. Abduzakka mana kuru qaraksa yaman tugishib ketsak, jure. Bir nomjalik berib. Yaxshi esaydim ichkitasi chiqirib, anda arakdan bir nechta aylik. Ya bunu açtan qilsa qo'ymalat ya. Ya nima bilan qilamiz? Piyoda keldik. Cüneyt'e benim motoramdan barayla dep ayağım motosu toktuk koyup toktum. Ajratib etiplar üçümüz bir tok motor minutlik ketdik de. Nunjalik bardik say chiqdi. Ana harak bo'ldi, harak ikki aylangan ekanlar. Abdurazak akam telefon degan kelyapti. Keldi qo'ydi. Kelgan telefonni ketim sanib 20 ming ishib ketdi. Shuni men qo'yib, "Ey Abdurazak aka, bu yerda yursan gamba, sen ba, men ba üçümüz bor. Bu boshqa kim bor bu yerda?" Ana telefonni ipaqa yaman muhim telefon o'xshaydi. Yaman chiqib kelyapti dedim bo'ldi deblar. Amon ipaqayonlarsa deb turadi, yangi qilib. Shart uydagilarga. Voy, uydagilarga ne? Ey, Abdurazak men motoni brek borma deb to'kitib qo'ysam, birdan ekitibsan-ku. Men sen ne bo'lyapti? Hangini mo bozorda ochiqdan ovqatlanma deb motor to'kitib qo'ysam, birdan ekitibman qara. Men shu ne bo'lyapti? Nima chiqibdi? Deydi Abdurazak akam tillab qoldi ayol. Ey, Rakesh. Ey, Zaboy. Bir kandan poke. Bir deldiş, bir xomey. Menimcha. Ey, yıkılmamasın da, ha? Yıkılmamasın da. Ha, sen xomeydi yıkılmama. Sonunda qarab turib. Ya, sen yıkılız, meni uy tutamsan sen.